Rossiyada ishlayotgan Jahongir yaqin insonidan ayrildi. U zudlik bilan O'zbekistonga qaytishi kerak edi. Vaqt tig'iz, narxlar esa qimmat. Shu sabab u Telegramdagi guruhlardan arzonroq aviabilet izlay boshladi. Ko'p o'tmay guruhlardan birida o'zini sotuvchi deb tanishtirgan shaxs unga chipta borligini aytib, 22 ming rubl so'radi. Jahongir ofisga borib gaplashib, keyin to'lov qilishni aytdi. Biroq sotuvchi onlayn suhbatlashishlarini, hozir o'tkazmasa bilet tugab qolishi haqida ogohlantirdi. Arzon narx va shoshilinch vaziyat ta'sirida Jahongir pulni o'tkazdi. Ammo oradan 1 soat o'tsa ham chipta kelmadi. Telefon qilsa o'chirilgan, Telegramda esa uning raqami bloklangan edi. Shu lahzada u firibgarlar tuzog'iga tushganini angladi. Politsiyaga murojaat qildi. Keyin bildimki, bunday holatlar juda ko'p ekan. Men kabi migrantlar aldanayotgan ekan, deydi jabrlanuvchi. Firibgarlikning yangi ko'rinishlari. Bugungi kunda Rossiya va boshqa MDH davlatlarida aviabilet bilan bog'liq firibgarliklar keng tarqalgan. Ayniqsa migrantlar ko'p foydalanayotgan xizmatlar, hujjat tayyorlash, ish topish va transport masalalari eng xavfli yo'nalishlarga aylangan. Avvallari aviabiletlar maxsus himoyalangan blankalarda bo'lgan. Hozir esa ular elektron shaklga o'tgan va oddiy qog'ozga chiqariladi. Bu esa firibgarlar uchun qalbakilashtirishni osonlashtirdi. Eng xavfli jihat ijtimoiy tarmoqlar orqali savdo qilish. Xususan Telegram guruhlarida kartaga pul o'tkazish orqali chipta sotib olish ko'plab muammolarga sabab bo'lmoqda. Bunday holatda xaridor hech qanday rasmiy chek yoki kvitansiya olmaydi. Natijada muammo yuzaga kelsa, pulni qaytarish deyarli imkonsiz bo'ladi. Assalomu alaykum. Men 2025-yilning 20-avgustida bilet olmoqchi bo'ldim. Sababi qarindoshlarimizdan biri o'tib qolishgan, yaqin qarindoshimizdan biri shu sababli ketmoqchi bo'ldim. Srochniga kerak bo'lib qoldi bilet. Keyin Telegramga kirib, aviakassa, aviabiletlar deb yozdim, poyezdga chiqdi. Bilet narxini so'rab yozdim ulardan, gruppasiga yozdim. Keyin bularning o'zi tinmay telefon qilishni boshladi, mani lichkamga yozib, sanaga uncha deb, masalan, menga arzon narx aytishdi, вообще menga yo'qdi bu narsa. Arzon narx. Keyin 22 ming zarar ko'rdim. Shu 22 ming rubl tashlab berdim. Birinchi to'lov deyishdi. To'lov bo'lgandan keyin srazi telefonni olmay bloklab qo'yishdi. Aradan 1 soat o'tmas. Keyin men buni bilganimdan keyin juda og'ir ahvolga tushdim. Keyin srazi 102 ga telefon qilib, 102 ga karta nomerlari, ism, familiyasi hammasini yozib berdik. Endi hali bu ish bilan shug'ullanishyapti. Shunaqalardan ehtiyot bo'linglar, aldanib qolmanglar. Mutaxassislarning aytishicha, firibgarlar aynan shoshilinch vaziyatdagi odamlarni nishonga oladi. Ularga psixologik bosim o'tkazadi. Oxirgi joy qoldi. Hozir olmasangiz kech bo'ladi. Arzon narx faqat bugun amal qiladi. Kabi gaplar orqali odamni tez qaror qabul qilishga majbur qilinadi. Oqibatda kishi tekshirmasdan pul o'tkazib yuboradi. Ma'lumotlarga ko'ra, ba'zan firibgarlik hatto kassalarda ham uchrab turadi. Masalan, agar mijoz ko'proq pul taklif qilsa, siz sotib olgan chipta bekor qilinib boshqasiga rasmiylashtirib yuborilishi mumkin. Afsuski, firibgarlik faqatgina aviabiletlar bilan cheklanmaydi. Moskvada ishlayotgan yana bir vatandoshimiz chegaraga borish uchun taksichi bilan 12 ming rublga kelishadi. Taksichi oldindan pul o'tkazishni so'raydi va pul kelishi bilan yo'lga chiqishini aytadi. Pul o'tkazilgach esa u g'oyib bo'ladi. Jabrlanuvchi bir necha bor qo'ng'iroq qiladi, xabar yozadi, ammo telefonga javob bergan shaxs taksichi emasligini aytib aloqani uzadi. Keyin esa uni umuman topa olmadim, deydi u. Eng achinarlisi, jabrlanuvchi huquq-tartibot organlariga murojaat qilmagan. Do'stlarim, politsiyaga murojaat qilsam, o'zimga ham muammo bo'lishi mumkinligini aytishdi. Shuning uchun qo'rqdim, deydi u. Voqea haqida bizga yozib yuborgan vatandoshimiz intervyu berishga istihola qildi. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, bunday holatlarda jim qolish firibgarlar uchun ayni muddao. Jabrlanuvchilar shikoyat qilmagani sayin ular jazodan qo'rqmaydi va faoliyatini davom ettiraveradi. Shu o'rinda muhim bir savol tug'iladi. Yiliga Rossiyaga minglab odamlar sayohatga, ishga va turli sabablar bilan boradi. Biroq nima uchun aynan migrantlar ko'proq firibgarlik qurboniga aylanaveradi? Migrantlar ko'pincha til, huquqiy savodxonlik va yangi muhitga moslashishdagi qiyinchiliklar tufayli firibgarlarning nishoniga aylanadi. Firibgarlar ularning hujjatlar bilan bog'liq muammolari, qonunlarni yaxshi bilmasligi va tezda muammoni hal qilish istagidan foydalanadi.
Masalan, soxta aviachiptalar aldash orqali, soxta aviachiptalarni sotib aldash orqali ularni o'z tuzog'iga ilintirishadi. Migrantlar firibgarlik qurboni bo'lmasligi uchun nimalarga e'tibor berishi kerak? Firibgarlik qurboni bo'lmaslik uchun faqat ishonchli va litsenziyalangan taksi xizmatlaridan foydalanish kerak. Aviachiptalarni faqat rasmiy saytlar va ishonchli agentliklar orqali sotib olish kerak. Hech qachon tasdiqlanmagan shaxslarga pul o'tkazish kerak emas. Agar juda arzon taklif qilinsa, bu firibgarlik bo'lishi mumkin. Bu narsadan shubhalanish kerak va o'sha rasmiy saytlar va mobil ilovalardan foydalanishni o'rganish kerak, chunki hozirgi vaqtda aksariyat aviakompaniyalarining rasmiy saytlari orqali yoki mobil ilovalari orqali aviachipta sotib olish imkoniyati bor va bu eng arzon va ishonarli yo'l, variant. Demak, taksi xizmatlaridan ham aynan o'sha taksi agregator xizmatlaridan foydalanish kerak. Bunday o'sha mobil ilovalarda yo'l kira haqi, marshrut va o'sha haydovchi haqida to'liq ma'lumot bor. Bu qanaqadir kelib chiqishi mumkin bo'lgan tushunmovchilik va firibgarlik holatlarini oldini oladi. Aldanib qolganlar qayerga murojaat qilishi lozim? Agar siz firibgarlik qurboni bo'lsangiz, quyidagi tartibda murojaat qilishingiz kerak. Eng asosiy va tezkor organ bu politsiya. Ya'ni murojaat qilishning politsiyaga murojaat qilishning bir necha usuli bor. Birinchisi, politsiya bo'limiga shaxsan borish eng ishonchli usul. Siz firibgarlik sodir etilgan yoki o'zingiz yashagan hududdagi politsiya bo'limiga borib, navbatchilik qismiga ariza yozasiz. Politsiya xodimi arizani qabul qilishi va ro'yxatdan o'tkazishi shart. Sizga talon berishlari shart. Bu talonda arizani qabul qilingan odamning ma'lumotlari, sana va vaqt ko'rsatilgan bo'ladi. Agar bunday talon berilmasa, talab qilib olish kerak. Ikkinchi variant bu elektron murojaat. Rossiya Ichki ishlar vazirligining rasmiy sayti mvd.rf orqali ariza topshirishingiz mumkin. Uchinchisi bu pochta Rossiya orqali ariza yuborishingiz mumkin. Bu o'sha usul juda sekin, ya'ni juda kech boradi. Xo'p, murojaat qilish tartibi, protsedura o'zi qanday? Qabul qilingan ariza bo'yicha qonunga aniq tartib belgilangan. Birinchi bosqich bu arizani ro'yxatga olish. Arizangiz politsiya tomonidan qabul qilingandan so'ng u jinoyat haqidagi xabarlarni qayd etish kitobi, ya'ni QSP deyiladi. O'sha kitobda ro'yxatga olinadi. Agar politsiya arizangizni qabul qilmasa, talon bermasa, tekshiruvni sun'iy cho'zayotgan bo'lsa yoki rad qarori chiqargan bo'lsa, quyidagi choralarni ko'rishingiz mumkin. Birinchi bosqich rahbarga shikoyat tekshiruv olib borayotgan bo'lim boshlig'iga yoki undan yuqori turuvchi rahbarga yozma shikoyat berish. Shikoyat 3 kun ichida, ba'zan 10 kun ichida ko'rib chiqilishi kerak. Ikkinchi usul bu prokuraturaga shikoyat yozish. Prokuror politsiyaning qonuniy bo'lmagan qarorlarini bekor qilishga haqli. Prokuraturaga murojaat qilsangiz, ular tekshiruvni qayta boshlashni talab qilishi mumkin. Xo'p, uchinchi usul sudga shikoyat. Ya'ni agar sizda jinoyat ishini qo'zg'atishni rad etish haqidagi rasmiy qaror bo'lsa, bu qarorni sudga shikoyat qilishingiz mumkin. Sudya rad etishni qonuniy emas deb topib, politsiyani kamchilikni tuzatishga majburlashga haqqi bor. Bu yerda muhim eslatma shuki, постановление об отказе, ya'ni rad etish haqidagi qaror bir necha marta bekor qilinishi va qayta tekshiruvga yuborilishi mumkin. Agar sizning ishingiz bo'yicha ko'p marta rad qarori chiqarilgan bo'lsa ham, sizga jinoiy ish qo'zg'atilishga rad etilgan bo'lsa, siz prokuraturaga shikoyat yozgan bo'lsangiz va prokuratura qayta politsiyaga ishni davom ettirishni buyurgan bo'lsa va qayta ishni ko'rib chiqish jarayonida yana отказ qilinsa, siz yana politsiyaga yoki sudga murojaat qilishingiz mumkin. Rossiya qonunchiligida firibgarlik uchun qanday jazolar belgilangan? Rossiya qonunlarida firibgarlik uchun jazo shaxsning fuqaroligiga bog'liq emas. Agar jinoyat isbotlansa, aybdorga quyidagi jazolar qo'llanishi mumkin. Katta miqdorda jarima, majburiy ishlar yoki 10 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish. Hujjatlari joyida bo'lmagan shaxslar ham politsiyaga murojaat qila oladimi?
Xo'p, agar hujjatlaringiz yo'q bo'lsa-chi? Ko'pchilik hujjatlarim joyida emas, politsiyaga borsam meni o'zimga muammo bo'ladi deb qo'rqadi. Bu noto'g'ri. Rossiya qonunlariga ko'ra har qanday jinoyat to'g'risidagi ariza qabul qilinishi va ko'rib chiqilishi kerak. Migratsiya qonunlarini buzganligingiz va firibgarlik qurboni bo'lishingiz bu ikki alohida masala. Politsiya arizani qabul qilishga majbur. Hujjatlaringiz yo'qligi sababli firibgarlar jazosiz qolmasligi kerak. Agar siz hujjatlar bilan bog'liq muammolardan qo'rqsangiz, biror ishonchli advokat yoki huquqiy maslahatchi bilan, yurist bilan birga borishingiz mumkin. U sizga arizani to'g'ri yozishda va huquqlaringizni himoya qilishga yordam beradi. Yoki bo'lmasa, o'sha yuqorida aytganimizdek, Rossiya Federatsiyasini MVDsini rasmiy sayti bor, o'sha sayt orqali ham murojaat yuborishingiz mumkin yoki o'sha Pochta Rossiya orqali. Xulosa qilib shuni aytamizki, firibgarlik qurboni bo'lgan har bir inson hujjatlari bo'lsa bo'lmasin politsiyaga murojaat qilishga haqli. Ariza berishdan qo'rqmang, bu sizning pulingiz va huquqlaringizni himoya qilishning birinchi va eng muhim qadamidir. Bir qarashda oddiy ko'ringan qaror bir necha daqiqalik shoshilinch ish katta yo'qotishlarga olib kelishi mumkin. Firibgarlar aynan insonning eng zaif nuqtasi, shoshqaloqligi va ishonuvchanligidan foydalanadi. Shuni unutmang, juda arzon va oson ko'ringan har qanday taklif ortida ko'pincha tuzoq bo'ladi. Har bir qarorni tekshirib, faqat ishonchli manbalarga tayangan holda harakat qilish nafaqat pulingizni, balki o'zingizni ham himoya qilishning eng to'g'ri yo'lidir.